Yaxshi kunlarga aytgan aka toza. Jo'rajon, nima sotyapsan chentrayni? Ishlarim o'xshamas, sotib yubordim, nima qilay? Yo, sanikichi. Sotib yubordim-ku. Endi nima qilyapsanlar senlar? Alo Sardor, sani ishlaring qanday Jo'rajon? Ha, mashinang bormi? BMW oldingmi? Hozir boraman Jo'rajon. Jo'rajon, hech qachon ayrilmaylik, xo'pmi? Yo! Sizlar yana qanday zo'r bo'lib ketdinglar Jo'rajonlarim? Endi odamzodda bir bor bo'lar ekan, bir yo'q bo'lar ekan. Nima qilding endi? Bugun kimda ketasan endi? Saxta pikka tiqib qo'ydinglar-da Jo'rajon. Kim cho'ntagida hozir puli ko'p? Manda 8 bor. Sendachi? $800 bo'lganda Jo'ra. Sen bilan ketaman-da Jo'rajonim. Manchi Jo'rajon. Bori qol. Men sen bilan prosta majburlikdan yurgandim. Bilib qo'y. Men kimning ishi zo'r bo'lsa, kimning mashinasi zo'r bo'lsa, o'sha bilan yuraman. Chunki men ismim Manfaatjon.